Ha o'g'lim, nima qilyapsan? Assalomu alaykum adi. Ha bu protein bu adi. Protein? Tushunmadim, nima bu? Ada bu massa beradi, adi, anaqa emas. Zararli narsa joyi yo'q, ishoning. Tushunmadim, sen narkotik iste'mol qiladigan bo'lib qoldingmi? Adi, prizgrammisingga oldim, adi. Olib kel bu yoqqa. Narkotik emas bu, adi, ishoning. Olib keldimmi? Xo'p. Hozirgi ko'pchilikda shunaqa muammo, to'g'rimi? Proteinni, kreatinni yo geynerni hamma narkotik deb o'ylayapti. Ya to'xtab turinglar hozir. Hozir. Mana endi bu. Xullas, hozir bilaman, ko'plar mana shunaqa situatsiyaga uchragan va hozir ham uchrayapti. Ota-onalar, yaqinlar yoki ba'zi paytlarda mana misol uchun anaqa protein ichasan deyishgan paytda protein zararmi o'zi yo'qmi deb tura olishadi. Bu oddiygina oqsil birodarlar. Bu oddiygina oqsil. Xullas, mana bu mana shu video uchun, mana sizlar uchun prям ChatGPT, Gemini va shu hamma informatsiyani to'plab, hamma narsani sizlarga podrobniy tushuntirib beraman. Kreatin, protein nima va nimadan olinadi, qaysilari yaxshi, qaysilari yomon, qaysilari halol, qaysilari harom va zarar tomonlari, foyda tomonlari hammasini tushuntirib beraman. Qani bo'lmasa, ketdik. Men o'zimga shu savolga javob berish uchun juda ko'p narsalarni o'qib chiqdim, ko'rib chiqdim. Xullas birodarlar, protein o'zi nima bu? Protein odatda mana shu sir, tvorog yo shunga o'xshagan молочный produktlardan suv qolib ketar ekan va o'shani quritib, undan jirlarni ajratishar ekanda va parashok holatda mana shu narsani sotishar ekan. Birodarlar, xullas bu narsa ximiya emas. Mana misol uchun tvorog qilasizlar yo misol uchun sir qilasizlar, brinza qilayotganingizda ota-onanglar mana shunaqa onanglar brinza qilishayotganida suv qolib ketadi, to'g'rimi? O'sha narsa naturalniymi? Naturalniy. O'sha narsadan protein olishar ekan. Ikkanaga bitta gap birodarlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa videoni 100% ota-onanglar sizlarga tashlagan, to'g'rimi? Из чего делают protein? Nimadan qilishadi? Mana qurt qumursqalardan, mana chirvaklardan, mana deb, to'g'rimi? Keyin mana shu savolga javob. Men YouTube'da hozir bu bir 15 tacha odamni ko'rdim. Ba'zi birlar mana shu narsaga ishonyapti, ba'zi birlar mif deyapti, kommentda ham o'qidim. Mif deyapti, ba'zi birlar hop, mana shunaqa bo'lsa ham misol uchun deyishyapti, baribir minus tarafini ko'rmayman. Nimaga KPM naturalniy? Mana shunaqa gaplar gapirishyapti. Ana endi kelinglar Gemini yoki ChatGPT dan so'raymiz. Давайте, ikkalasidan ham so'raymiz, farqi yo'q. Xullas mana birodarlar, hammasini tekshirib chiqdim va o'qib chiqdim. To'g'risini aytaman, o'zim hozir shokdaman va lichinkalardan, har xil qurt-qumursqalardan protein qilishar ekan. Lekin xavotirga o'rin yo'q birodarlar. To'g'ri, bunaqa proteinlar bizning dinimizda harom, chunki faqat chigirtkadan tashqari boshqa qurt-qumursqalarni yeb bo'lmaydi. Bizning dinimizda misol uchun. Xullas mana Gemini'ga ham ChatGPT'ga ham yozdim, ikkalasi ham hozirgi davrda bunaqa texnologiyalar orqali mana bunaqa qilib tozalab mana shunaqa qilishar ekan. Xullas birodarlar, agar sizlar bilmoqchi bo'lsanglar, qaysi biri mana bunaqa soyadan qilingan, qaysi biri sutli mahsulot, qaysi biri mana shu qumursqalardan qilingan protein misol uchun ichayotgan bo'lsanglar, просто ingredients o'qinglar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa yozilgan bo'lsa, mana shunaqa hasharotdan qilingan, mana soyadan, noxatdan, mana shunaqalar bo'lar ekan. Endi tushunib yetdinglarmi? To что proteinda haromlari ham bo'lar ekan, lekin asosan hammasi emas, bir 70% halol. Endi haram halallarga bo'lib chiqamiz. Xullas, birinchi bo'lib whey proteindan boshlaymiz. Xullas, sразу aytaman, sostavga qarash kerak birinchi o'chirda va sertifikatga. Agar sertifikati yo'q bo'lsa, sostavga qaranglar. Xullas, sразу aytaman, sostavga qaraysizlar. Agar o'tda tip fragmenta yo fermentami nima, o'sha narsasi agar животный bo'lsa, bu narsa сомнительно, 50-50 bo'ladi yoki harom hisoblanadi. Bu narsani maslahatim yaxshisi iste'mol qilmanglar. Agar rastительный bo'lsa, o'sha fragment yo ferment
agar rastitsilniy bo'lsa, u narsani iste'mol qilsa bo'ladi. 100% halal bo'ladi, chunki rastitsilniy har doim halal bo'ladi. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, beef. O'sha ular agar SHAda yoki Yevropada qilingan bo'lsa va ularda sertifikat bo'lmasa, demak ular 100% harom hisoblanadi. Agar eshitdinglar, agar SHAda va Yevropada qilingan bo'lsa, lekin sertifikat halal sertifikati bo'lmasa, 100% harom hisoblanadi, chunki o'tiga korova o'sha mollarga nimadir qilishar ekan. Hozirgina o'qidim birodarlar. Hozirgina. Ana so'yvi esa 100% halal, chunki rastitsilniy. Nasikomiy, ana qurt qumursqalardan qilingan bo'lsa, bu makruh ili harom hisoblanadi. Uni iste'mol qilish kerak emas. Endi narx bo'yicha gaplashamiz. Xullas, men sizlarga bitta gap aytaman. Nima dedim? Men sizlarga bitta gap aytaman. O'sha narx bo'yicha aytsak agar, o'sha eng qimmati, o'sha qimmatlari o'sha whey protein bilan beef bo'lishi mumkin. Beef o'sha logichskiy, to'g'rimi? Va eng dешевыйsi bu soya. Soya protein. Maslahatim, soya proteinni o'g'il bola erkaklar ichmasin. Negaki ular женский o'sha organizmi nimadir shunaqa narsasi bor ekan va mujiklar ichish kerak emas xullas narsani. Yo'q, qaranglar. Nima deydi? Effektivnosti kam, agar effektivnosti bo'lmaydi, agar uni anaqa chelelab ichmasanglar-da. Agar nomiga anaqa ozgina ichsanglar, o'sha kam iste'mol qilsanglar, naqda ichsa bo'ladi deb o'ylayman. Lekin ko'p ichorish bu yaxshiligiga olib kelmaydi. So'y protein xullas erkaklarga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. O'zi tak agar normalniy kachаться qilmoqchi bo'lsanglar, nakachniy bo'lmoqchi bo'lsanglar, so'y ichmanglar. Whey protein eng yaxshisi. O'sha protein bilan geynerlar orasidagi farq. Kaloriya bo'yicha proteinda kichkina ekan, geynerda vashcha katta ekan. Keyin belok bo'yicha proteinda 70%, 90% bo'lsa, geynerda 15-30% bo'lar ekan. Qolgan hammasi esa uglevod ekan. Endi kim protein bilan geyner ichishi kerak? Protein любойga to'g'ri kelaveradi. Да хоть накачанныйlarga, да хоть худойlarga, да хоть женщинаlarga, любойga. Farqi yo'q. Geyner bo'lsa, faqat o'sha juda o'sha ves yig'ish kerak bo'lgan odamlarga kerak bo'lar ekan. Misol uchun bitta aka aytdilar 175 cm 45 kiloman dedilar, men ularga aytdim, geyner iching dedim. Vot ilmim borligi uchun ham mana shu sohada, mana shu narsa bo'yicha misol uchun ularga aytdim. Geyner ichish kerak agar sizlarga massa kerak bo'lsa. Da. Xullas, protein nakachas qilish uchun, geyner bo'lsa mышцный massa tezroq olish uchun. Shuning uchun agar xudoy bo'lsanglar geyner iching. Mana endi главный savollardan bittasi. Proteinni qachon ichish kerak va nima qo'shib, nimaga qo'shib aralashtirib ichish kerak. Va nechta qo'shish bu endi o'zingizga bog'liq. Endi buni ham aytmasam kerak, to'g'rimi? Xullas birodarlar, proteinni ikki xil narsaga qo'shib ichishingiz mumkin. Birinchisi sut, ikkinchisi esa oddiy suv. Ikkalasini yaxshi taraflari va yomon taraflari ham bor. Suvni yaxshi taraflari mana shu bittada organizminglar suvi usvoyvas qiladi, prям effekti vashshi tez bo'ladi, juda tez bo'ladi. Yomon taraflari esa ta'mi uncha shirin bo'lmaydi, nasishniy bo'lmaydi. Sutni yaxshi taraflari esa juda shirin bo'ladi. Maza qilib ichasizlar. Yomon taraflari bo'lsa, keraksiz narsalarni ham qo'shib tashlaydi. Misol uchun laktoza va shunga o'xshash va effektini sal sekinlashtiradi. Va endi savol, proteinni qachon ichish kerak? Birinchisi, trenirovkadan keyin. 30 minut, 40 minutdan keyin trenirovkadan keyin o'sha protein ichsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, ertalab protein ichsanglar bo'ladi. Ertalab turganinglardan keyin. Va uchinchisi, o'sha ovqatdan keyin 1-2-3 soatdan keyin yo 3-4 soatdan keyin protein ichsanglar bo'ladi. Bo'lsa. Birodarlar, uzr so'rayman, kreatin to'g'risida ma'lumot bera olmadim. Geynerga o'tib ketdim, chunki kreatin endi alohida tema. Xullas, men sizlarga bitta narsa aytaman. Kreatin protein sotib oldinglarmi? O'shani ChatGPTga yoki Geminiga tashlab, mana shu haqida informatsiya topib ber. Nimadan qilingan, halal, haram, effektivnosti qanaqa va podrobniy informatsiya hammasini chiqarib ber deyishinglar kerak, chunki ba'zi paytlarda misol uchun 80% yo aytaylik mana 75% belok bor deyishsa,
informatsiya исследование bo'yicha 19% chiqadigan shunaqa proteinlar ham bor ekan. Mana misol uchun, mana protein, mana buncha deb yozilgan, lekin aslida mana buncha foiz belok ekan, yo grammada shunaqa. Xullas birodarlar, mana shu videoni maslahatim ota-onalarga tashab qo'yinglar. Agar ular yo bu anaqa narkotik, manaqa ukol, nimadir balobatlar shunaqa deyishsa-da. Chuan, sen narkotik iste'mol qiladigan bo'lib qoldingmi? Qaysi protein ichishlardan qat'iy nazar ko'p ham, kam ham anaqa dozasini sredniy qilib ichinglar va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa birga rivojlanamiz va meni kanalim ham xudo xohlasa 5000 ta podpishkagacha ozgina qoldi. Shuning uchun birodarlar, iltimos o'taman, obuna bo'lib qo'yinglar va maslahatim, mana videolarni ham ko'ringlar. Hammasi juda foydali. Keyingi video nima haqida bo'lishini xohlaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.